Assalomu alaykum. Men Ruslanbek Rasulov bo'laman. Bugun sizlar bilan falsafa fanidan 3-mavzumiz, ya'ni falsafiy tafakkur taraqqiyot bosqichlarida g'arb falsafasini o'rganib chiqamiz. Xo'p, bugungi mavzuyimizni 4 ta qismga bo'lgan holatda o'rganib chiqamiz. Aynan birinchi qismimizda, birinchi rejamizda qadimgi Yunon va Rim falsafasini, ikkinchi rejamizda o'rta asrlar g'arb falsafasini, uchinchi qismimizda, uchinchi rejada uyg'onish davri falsafasi va 4-rejada 20-asr va hozirgi zamon g'arb falsafasini o'rganib, tahlil qilib chiqamiz. Aynan qadimgi Yunon va Rim falsafasi bu antik davr falsafasi deb aytiladi va aynan falsafaning dastlabki boshlanish va boshlang'ich qismlari shu davrda boshlangan. Dar haqiqat o'zi filosofiya paydo bo'lgan davr ham o'sha filosofiyani Yunonistonda fan darajasiga ko'tarilib rivojlangan davr ham bu miloddan avvalgi 7-asrdan boshlangan. Aynan qadimgi Yunonistonda falsafa va falsafiy ta'limotlar rivojlangan davr bu miloddan avvalgi 7-6-asrlarga to'g'ri keladi. Aynan shu davrlarda Yunonistonda faoliyat olib borgan ko'plab bir falsafiy maktablar yoki Yunon faylasuflarini sanab o'tishimiz mumkin. Bularni o'sha davrdagi Milet falsafiy maktabi yoki Eley falsafiy maktabini aytib o'tishimiz mumkin, yoki o'sha davrda ijod qilgan juda ko'plab Yunon faylasuflari bor. Fales, Zenon, Geraklit, Pifagor, Suqrot, Aflotun, Arastu, Demokrit kabi ko'plab bir Yunon faylasuflari o'sha davrlarda o'zlarining falsafiy g'oyalari bilan ijod qilib kelganlar. Aynan qadimgi Yunoniston va Rimda dastlabki o'sha falsafani fan darajasiga ko'tarilishiga xizmat qilgan va rivojlangan insonlardan biri bu Fales hisoblanadi. Fales qadimgi Yunonistonda Milet falsafiy maktabiga asos soldi. Ya'ni o'z maktabiga asos soldi va Fales bilan birgalikda o'sha davrda uning zamondoshlari va ham shogirdlari ham bo'lgan. Bular Anaximander va Anaximenlar falsafani fan darajasiga ko'tarilishiga xizmat qilib o'z hissalarini qo'shib kelganlar. Aynan ularni o'z g'oyalar, nazariyalari bo'lgan. Misol uchun oladigan bo'lsak, aynan o'sha Milet maktabi asoschisi hisoblangan Fales o'z nazariyasida olam deydi, butun boshli olam deydi, suvdan paydo bo'lgan deydi va yana qaytib suvga aylanadi degan bir g'oyasini ilgari suradi. Ya'ni va aytadiki, olamdagi hamma narsa doimiy harakatda va o'zgarishda bo'ladi degan bir fikrlarni Fales o'z nazariyasida keltirib o'tadi. Uning shogirdi va zamondoshi hisoblangan Anaximander aytadiki, dunyo deydi cheksiz gazsimon operonlardan iborat deydi. Ya'ni sharsimon sharikchalardan iborat degan fikrni aytadi. Dunyo deydi cheksiz gazsimon operonlardan iborat deydi. Aytadi yana, issiqlik va sovuqlik, quruqlik va namlik operondan ajralib chiqadi. Moddaning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishini ta'minlaydi degan fikrlarni Anaximander o'z nazariyasida keltirib chiqib aytib o'tadi. Aynan Anaximanderning shogirdi va do'sti, u bilan birgalikda faoliyat olib borgan yana bir o'sha Milet maktabi namoyandasi hisoblangan Anaximen o'z nazariyasini quyidagicha ifodalaydi. Ya'ni Anaximenning nazariyasiga ko'ra, havo olamning asosidir. U deydi, quyuqlashadi va siyraklashadi deydi. Havoning quyuqlashishidan suv, yer, tosh hosil bo'ladi deydi, siyraklashdi esa olov hosil bo'ladi degan bir fikrni aytib o'tadi. Bu o'sha Milet maktabini namoyandalari aytib o'tgan fikrlar hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Yana bir mashhur Yunon faylasuflaridan biri bu Geraklit hisoblanadi. Geraklit Kichik Osiyoning g'arbiy qirg'og'idagi Efes shahrida zargar oilasida dunyoga kelgan va o'sha falsafa fani tarixida uning asosiy xizmati u dialektikaga, aniqroq qilib aytganda, stixiyali dialektikaga asos soladi. Va u o'z nazariyasida olov deydi, olamning asosidir deydi. Va o'z fikrlarini bildirar ekan, oqar suvga deydi, bir soniyada 2 marta tushish mumkin emas deydi. Chunki suv har soniyada yangilanib turadi degan fikrlarni aytadi va Geraklit nazariyasi shundan iboratki, dunyoda barcha narsa doimiy harakatda, olam turg'unlikda emas, ya'ni o'zgarib turadi, o'zgaruvchandir degan fikrlarni Geraklit o'z g'oyalarida, konsepsiyalarida ko'rsatib o'tgan. Shuningdek, Yunon ilm-fani ilmiga hissa qo'shgan yana bir buyuk olimlardan biri bu buyuk matematik olim Pifagor hisoblanadi. Pifagor Yunonistonning Samos orolida
yashab o'tgan. Aynan Yunonistonda falsafani rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan va o'zining falsafiy mafkuraviy, ya'ni diniy mafkuraviy maktabi hisoblangan Pifagorchilik maktabiga asos soladi. Aynan o'sha davrda Pifagorning siyosiy qarashlari Yunon podshosi hisoblangan Polikritning g'oyalariga mos kelmadi va Polikritga uning qarashlari to'g'ri kelmadi va buning natijasida Pifagor butun boshli Samos orolini tashlab ketib, umrining keyingi qismini Janubiy Italiyada o'tkazishga majbur bo'ldi. Aynan keyinchalik o'z g'oyalarini ham Janubiy Italiyada yo'yishga va o'sha yerda faoliyatini davom ettirib, falsafa rivojiga o'z hissasini qo'shib bordi va Pifagorning asosiy g'oyasi, nazariyasi shundan iboratki, Pifagor aytayapti, dunyoni bilish jarayoni deyapti, raqamlarni bilishdan boshlanadi degan fikrni aytadi. Aynan Pifagorchilar ta'limotiga ko'ra, olam asosida deyapti, modda ham, tabiat ham emas, balki ideallashgan raqamlar yotadi degan fikrlarni keltirib o'tadi. Aynan Pifagorchilar birinchi bo'lib Yunonistonda tabiatdagi narsa va hodisalarni izohlashda miqdor kategoriyasini ilgari surganlar. Aynan biz biladigan Pifagor teoremasi, dunyoga mashhur bo'lgan Pifagor teoremasi ham o'sha Yunon olimi Pifagor tomonidan ishlab chiqilgan. Keyingi Yunon faylasufi bu Ksenofon hisoblanadi. Ksenofon ham o'sha miloddan avvalgi, ya'ni eramizdan avvalgi 6-5 asrlarda yashab o'tgan buyuk Yunon faylasufi, ham shoir hisoblanadi. Ksenofonni tabiat haqidagi asari muallifi hisoblanadi Ksenofon va o'z nazariyasida quyidagi bir fikrlarni aytadiki, tabiat deydi o'zgarmas va harakatsiz. O'zgarmas va harakatsizdir deydi. Aytadi, hamma narsa yerdan unib chiqqan va pirovardida yana yerga qaytadi. Biz hammamiz yerdan tug'ilganmiz va yana yerga aylanamiz degan g'oyalarni Ksenofon o'z nazariyalarida asoslab berishga harakat qiladi. Ksenofon qadimgi Yunon faylasuflaridan birinchi bo'lib bilishning imkoniyati va chegarasi haqida fikr yuritadi va qadimgi Yunon gnosiologiyasining rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Bilamiz, gnosiologiya bu bilish nazariyasini o'rganuvchi falsafaning tarkibiy bir bo'limi hisoblanadi. Yana bir mashhur Yunon faylasufi Suqrot, asl ismi Sokrat hisoblangan Yunon faylasufi, kambag'allikdan chiqqan tosh yo'nuvchining o'g'li bo'lgan Suqrot Afina hayotida faol ishtirok etgan va asosan yoshlar tarbiyasi bilan shug'ullangan. Aynan Suqrotning g'oyalari, nazariyalari hammasi og'zaki shaklda bo'lgan. U hech qaysi bir konsepsiyasi yoki nazariyasini yozma shaklda yozmagan. Og'zaki shaklda Afinada ko'cha-ko'ylarda odamlar orasida o'z g'oyalarini targ'ibot shaklida aytib o'tgan va aytib o'tadi, qadimgi Yunonistonda deydi, ruh va g'oyalar olamning asosi sifatida talqin etuvchi falsafiy qarashlarni vujudga kelishiga sabab bo'lgan inson ham bu Suqrot hisoblanadi. Aynan Suqrotning fikricha falsafaning markazida axloq masalasi turishi kerak degan fikrni aytadi va Suqrot axloq fani, ya'ni o'sha etikaning ham rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shgan va Suqrotning bir mashhur gapi bor. Mening donishmandligim hech narsani bilmasligimni bilishimdadir deydi. Ya'ni bu gapni aytishning asosiy sababi ham inson ilm ummoniga qanchalik sho'ng'ib borgan sari u ummonning shunchalik keng ekanligini anglab yetadi va u ummon ichida uning olgan bilimlari dengizdan tomchi ekanligini his qiladi degan ma'noda aytadi. Mening donishmandligim hech narsani bilmasligimni bilishimdadir degan ajoyib fikrlari butun Yunonistonda, butun o'sha Yunon va Rim mamlakatlarida, Yevropa mamlakatlarida o'sha ommalashib ketgan edi. Keyingi faylasufimiz bu Aflotun, asli ismi Platon. Aflotun ham Suqrotning shogirdi hisoblanadi va o'zini g'oyalari va nazariyalarini dialoglar shaklida qoldirgan va Aflotunni dialoglari bizga 35 dan ortiq dialoglari bizgacha yetib kelgan. Aynan Aflotunning g'oyalari shundan iborat ediki, aytadiki, nazariyasi
o'z nazariyasida g'oyalar dunyosi va soyalar dunyosi degan nazariyani ishlab chiqadi. Bu nazariyaning tub mohiyati shunday ediki, g'oya haqiqiy borliq. Biz biladigan va yashaydigan dunyo esa uning soyasidir deydi. Tushuntirib beraman. G'oyalar dunyosida deydi haqiqiy ishlar amalga oshiriladi. Va g'oyalar dunyosida yetuk insonlar, aqliy jihatdan yetuk insonlar, yuqori darajadagi insonlar g'oyalar dunyosida yashaydi dedi. Soyalar dunyosida esa oddiy insonlar yashaydi dedi. Hamma inson ham deydi, g'oyalar dunyosida yashay olmaydi degan fikrni aytadi. G'oyalar dunyosida yashash uchun esa deydi, yuksak intellektiga, yuksak bilim salohiyatiga ega bo'lish kerak degan fikrlarini Aflotun o'z qarashlarida, nazariyalarida keltirib o'tadi. Shuningdek, keyingi olimimiz Arastu, Yunon olimi Arastu, asl ismi Aristotel hisoblangan Arastu juda bilimga chanqoq, yoshligidan ilm olishga qiziqishi tufayli dastavval 17 yoshida Aflotun asos solgan akademiyada o'qiydi va o'sha akademiyaga o'qishga kirib 20 yil davomida o'sha yerda o'qiydi. Keyinchalik Aflotun o'limidan keyin faoliyatini o'sha davrda Makedoniya podshosi hisoblangan Filip II o'zining o'g'li Aleksanderga ustozlikka uni taklif qiladi. Va makedoniyalik Aleksanderga 3 yil davomida ustozlik qiladi. Aynan makedoniyalik Aleksanderning jahongir darajasiga ko'tarilishida Arastuning xizmati ulkan. Keyinchalik 3 yillik makedoniyalik Aleksanderga ustozlik qilgandan keyin umrini oxirgi paytlarida Afina shahriga borib, Likey akademiyasiga, ya'ni Likey falsafiy maktabiga asos soladi. Aynan Yunonistonda Likey maktabini, Arastu boshchiligidagi falsafiy maktabni rivojlanishiga qo'shimcha yordam sifatida Aleksanderning o'rni ham katta bo'ladi. Chunki Aleksander ustozi bo'lgan Arastuning faoliyatini qo'llab-quvvatlab, ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan unga katta imkoniyatlar yaratib beradi. Va mana shuni zamirida ham, shuni natijasida ham Arastuning Likey maktabi qaysidir ma'noda yuqori natijalarga erishishga ham sababchi bo'ladi. Va Aleksander o'limidan keyin Afinada Arastuga ham turli xil qarshiliklar bo'lganligi sababli umrining oxirini Evbey oroliga ko'chib boradi va o'sha yerda vafot etadi. Aynan Sharq xalqlari orasida Arastu o'zining g'oyalari va nazariyalari bilan yuksak e'tirof etilib, birinchi muallim degan nomga sazovor bo'ladi Arastu. Va o'sha davrda bir ajoyib mashhur gap bor edi. Aflotun mening ustozim, lekin haqiqat undan ustun degan gap odamlar orasida mashhur bo'lib ketgan edi. Bu davrda atomistik dunyoqarash ham vujudga keldi. Ya'ni bu atomist olimlardan biri bu Demokrit edi. Demokritning nazariyasi olam asosi atomlardan iborat. Ular bo'linmasdir va mayda zarralardir degan g'oyalarni o'z nazariyasiga keltirib o'tadi va yana aytib o'tadi. Na tabiat, na jamiyatda hech bir narsa tasodifan paydo bo'lmaydi. Tushuntirib beraman. Har qanday narsaning hosil bo'lishiga yo paydo bo'lishi, yo rivojlanishi, yo o'zgarishiga nimadir ta'sir qiladi. Ya'ni aytib o'tmoqchiki, tabiatda hech narsa o'z-o'zidan tasodifan paydo bo'lmaydi. Xuddiki biz falsafada o'rganadigan sabab va oqibat kategoriyalarini bilamiz va shu sabab va oqibat kategoriyalaridan kelib chiqib, har qanday oqibatning yuzaga kelishi sabab asosi bo'ladi. Aynan sabab tufayli oqibat paydo bo'lishini Demokrit o'z nazariyasida keltirib o'tadi. Yana bir mashhur faylasuflardan biri bu Epikur hisoblanadi. Uning ta'limotiga ko'ra olam deydi abadiy va cheksiz. Ya'ni olam tugamaydi. Uni oxiri yoki poyoni yo'q degan fikrlarni aytadi. Va aynan Epikur ham Demokrit ta'limotini davom ettirgan holatda olam asosi atomlardan iborat, jism va bo'shliqdan iborat degan bir fikrni, ya'ni nazariyalarni ilgari suradi. Demokritning atomchilik ta'limotiga ulkan hissa qo'shgan shaxslardan biri ham bu Epikur hisoblanadi. Aynan uning ta'limotida asosan
etika va inson tarbiyasi alohida o'rin tutgan. Ya'ni etika va inson tarbiyasining muhimligi va inson hayot faoliyati davomida yuqori darajada turishini Epikur o'z nazariyalarida ko'rsatib asoslab beradi. O'rta asrlar g'arb falsafasi, aynan o'rta asrlar g'arb falsafasi deyilganda Yevropada qadimgi Yunon va Rim davridan o'rta asrlar falsafasigacha bo'lgan davr. Ya'ni bu davr tashkil qiladi milodiy 1-asrdan, o'sha Rim imperiyasi paydo bo'lish davridan, milodiy 1-asrdan toki milodiy 14-asrgacha. Ya'ni 1,5 ming yil davrni ichiga qamrab oladi. Va aynan mana shu 1,5 ming yillik, ya'ni qariyb 15 asr bo'lgan davrni biz ikkita falsafiy jarayonni ko'rishimiz mumkin. Aynan bu birinchi o'rinda xristianlikning shakllanib, davlat dini va mafkurasiga aylanishi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi oqimda esa o'rta asrlarga kelib inkvizitsiyaning ustuvor yo'nalishga aylanishi. Aynan inkvizitsiyaning ustuvor yo'nalishga aylanishda o'sha gnostika, apologetika, patristika, realizm, nominalizm va boshqa yo'nalishlarning biz paydo bo'lishini o'rta asr Yevropa falsafasida ko'rib chiqishimiz mumkin. Aynan o'rta asr Yevropa falsafasining asosiy xususiyatlari ham bor va bu asosiy xususiyatlari G'arbiy Yevropada xristian dini asta-sekin hukmron mafkuraga, dunyoqarashga aylanib bordi. Din bilimning barcha sohalari kabi falsafani ham o'ziga bo'ysundirdi. Ya'ni dinni asoslab berish uchun falsafaga murojaat qilindi va falsafa orqali din asoslab berildi. Yevropada, aniqroq qilib aytganda, o'sha G'arbiy Yevropa mamlakatlarida. Shuningdek, falsafa ilohiyot xizmatchisiga aylandi Yevropa mamlakatlarida. Falsafa butun kuchini xristian dinining aqidalarini to'g'ri ekanligini isbotlashga sarf qildi. Va mana shu yo'lda xizmat qiladigan shaxslarni sxolastlar deyilgan va bu soha fanda sxolastik falsafa degan nom bilan fanga kirdi. Xo'p, aynan o'sha davrda yana bir oqimlardan biri hisoblangan gnostiklar shakllanib bordi. Gnostizm degan tushuncha paydo bo'ldi. Aynan gnostisizm degan tushuncha eramizning, ya'ni milodimizning 150-yillarda o'zining yuksak ravnaqiga erishdi. Xo'p, gnostiklarning g'oyalari qanaqa edi? Ular qanaqa konsepsiyalarni ilgari surardilar degan bir savol o'rtaga tashlanadi va buning asosiy sababi ham shundan iboratki, gnostisizmning asosiy g'oyasi va ularning vakillarining asosiy g'oyasi Xudo ruh sifatida yovuzlikdan mutlaqo sof. Inson esa o'z tabiatining ruhiy jihati bilan Xudoga moslashgan degan fikrni aytadi. Endi buni tushuntirib beradigan bo'lsam, olamdagi deydi hech qaysi bir narsa insonni miyasiga to'g'ridan to'g'ri tushib qolmaydi. Ya'ni birdan paydo bo'lmaydi. Bu avval Xudo tomonidan, ya'ni Xudo tomonidan yaratiladi va Xudo tomonidan pastda insonni ongiga singdiriladi degan g'oyalarni ilgari surgan oqim tarafdorlari bular gnostiklar hisoblanadi va gnostizm oqimi tarafdorlari hisoblanadi. Keyingi oqimlarimizdan biri bu dualizm. Bu dualizm ham gnostisizmning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Aytyapti, bu oqim tarafdorlari moddiy va ruhiy dunyo o'rtasida mustahkam chegara mavjud deb aytadilar. Ya'ni olamni tasavvur qilish jarayonida moddiy dunyo alohida, ruhiy, ya'ni ma'naviy dunyo alohida. Va moddiy va ruhiy dunyo bir-biriga bog'liq emas. Ularni tahlil va talqin qilish jarayonida ikkalasini ikkita yo'nalishga bo'lgan holatda o'rganishimiz kerak degan fikrni gnostisizmning asosiy yo'nalishi bo'lgan dualizm oqimi tarafdorlari o'z konsepsiyalarida ko'rsatib beradilar va ularning ta'limotida materiya deydi hamma vaqt yovuzlik timsolidir deydi. Ya'ni materiya deyilganda bu yerda moddiylik, ya'ni biz yashayotgan ijtimoiy hayot nazarda tutilyapti. Bu moddiy hayot. Aynan moddiy hayotdagi o'sha materiyadagi moddiy hayot har doim yovuzlik timsolidir. U yerda faqat urush, janjal va shunga o'xshash yomon hodisalarning bo'lishi haqidagi nazariyalarni ilgari suradigan ta'limot bu dualizm oqimi tarafdorlari va o'z nazariyalar har doim moddiy va ma'naviy hayotni bir-biriga qarama-qarshi shaklda tahlil qilish bilan amalga oshiradilar. Apologetlar
bu apologetlar ayniqsa bu xristianlik tarixida milodiy 1-3 asrlarda vujudga kelgan oqim yo'nalish tarafdorlari hisoblanadilar. Xo'p, apologetlar o'zi apologet so'zining lug'aviy ma'nosi ham himoya qilish, asrash, himoya qilish kabi ma'nolarni anglatadi. Apologetlar hukumatning xristianlikka bo'lgan dushmanlarini bartaraf qilishga hamda Rim davlatining xristianlikni ta'qib qilishi hech qanday oqlashga loyiq emasligini isbotlashga harakat qilganlar. Aynan apologetlar kim deganda xristianlik diniga qarshi bo'lganlarga qarshi kurashadi. Aniqroq qilib aytganda, xristianlik dinini mafkuraviy va g'oyaviy jihatdan davlatdagi boshqa hukmron tabaqalardan himoya qilib turadigan bo'g'in bu apologetlar hisoblanadi. Yana bir boshqa falsafiy oqim bular patristika hisoblanadi. Aynan bu so'z ota, padre so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bu nom odatda g'arbda yepiskoplarni ularga hurmat sifatida ataganlar. Ya'ni o'sha davrda cherkov otalarini, ya'ni yepiskoplariga hurmat maqsadida patritskiy degan bir so'zni ishlatganlar. Aynan o'sha davrda mashhur bo'lgan cherkov otalaridan biri Ioann Zlatoust hisoblanadi va uning g'oyalari, ya'ni da'vatlari 640 dan ortiq da'vatlarda ko'pchiligi o'sha Avliyo Pavel nomalarining sharhi ko'rsatib o'tilgan. O'sha davrda mashhur bo'lgan Avliyo Pavelni nomalariga sharh yozgan va bu sharhlar 640 dan ortiq. Ya'ni o'sha Avliyo Pavelning nomalari mazmun mohiyati, asosiy g'oyalari, asosiy konsepsiyalari va da'vatlari nimaga qaratilganligini, mazmun mohiyatini ochib bergan cherkov otalaridan, ya'ni cherkov patristikalardan biri hisoblanadi. Ioann Zlatoust. Uning asarlarida Injilni amaliy qo'llash, sof axloqiy masalalar batafsil yoritib berilgan. Yana bir falsafiy oqim bu sxolastika oqimi hisoblanadi va bu sxolastika so'zi ham yunon tilidan olingan bo'lib, shkola, ya'ni shola so'zdan olingan, ya'ni ma'nosi o'qish joyi va maktab degan ma'nolarni anglatadi. Sxolastika. Kimlar sxolastlar kim degan savolga aynan o'sha davrda Buyuk Karl saroyida o'qituvchilik qilgan, nafaqat Buyuk Karl saroyida o'qituvchilik qilgan, balki o'sha saroylarda o'qituvchilik qilgan shaxslarni sxolastlar deb atashganlar. Va sxolastlarning ma'lum darajada ilohiyotni aqlga moslashtirish, dinni tafakkur yordamida quvvatlashga bo'lgan intilishni ham baholash mumkin. Aynan sxolastlarning, ya'ni sxolastikaning maqsadi e'tiqod aqlga muvofiqmi degan savolga javob berishganlar. Ya'ni o'sha davrda o'qituvchilar ta'lim beradiganlar, ya'ni ta'lim berish jarayonida ham yuqori bo'g'inda, ya'ni saroylarda o'qituvchilik qilganlarni sxolastlar va din himoyachilarini ham o'sha davrda sxolastlar deb atashgan. Yana bir oqim vakillaridan biri bu realizm oqimi hisoblanadi. Realizm oqimining yorqin namoyandalaridan biri Angelm Ketterberri hisoblanadi. U Shimoliy Italiyada tug'ilgan va 1093-yilda Ketterberri shahrining arxiyepiskopi bo'lgan. Angelm o'zining 2 asari bilan mashhurdir va ikkita asari, birinchi asari Monopoliya. Ya'ni bu Monopoliya asarida Xudoning borligini sabab oqibat munosabatlari tizimida isbot qilib beradi. Va ikkinchi asari Prologion degan mashhur asari bor, dunyoga mashhur asar va bu asarda Xudo borligining deduktiv isbotlab beradi. Endi Ketterberrining ikkita asariga ham tahlil qilib o'rganadigan bo'lsak, ikkita asarning asosiy mohiyati shundan iboratki, Xudo mavjud va Xudoning mavjudligini ikkita asarda ikki xil holatda asoslab beradi. Monopoliya asarida tizimli sabab va oqibat kategoriyalariga tayangan holatda asoslab isbotlab beradigan bo'lsa, Prologion asarida esa deduktiv isbotlab berishga harakat qiladi Xudoning borligini.
O'sha davrda Arastu ta'limotining ko'p tomonlarini qabul qilgan o'rta asr sxolastlari mo'tadil realistlar deb atalgan va o'sha bu mo'tadil realizmning nima deydi, yorqin namoyandalari bo'lganlar ular Pyer Abelier va Foma Avkinskilar hisoblanadi. Aynan Pyer Abelier Britaniyada, ya'ni ingliz bo'lgan, Britaniyada tug'ilgan. Juda yoshligidanoq o'z bilimi bilan o'sha davr odamlari orasida tez nazarga, ya'ni ko'zga tashlanadi. U Abelierni o'zi bu realist, mo'tadil realist hisoblanadi va u nazariyasida reallik yoki universallik darslab Xudo aqlida mavjuddir. Undan keyin narsalarning o'zida mavjuddir va nihoyat odamlarning ongida mavjuddir deydi. Ya'ni buni tushuntirib beradigan bo'lsam, har qanday reallik yuqorida ta'kidlangandek, har qanday reallik Xudo tomonidan mavjud bo'ladi va Xudo uni mavjud qilgandan keyin insonning ongiga yuboradi degan fikr Pyer Abelierda ham bor. Aytayapti Abelier, men e'tiqod qilish uchun bilaman. Ya'ni bu gapning mazmun mohiyati bu Pyer Abelierning xudojo'y ekanligini va o'sha Xudoni tanish jarayonida deyapti, Xudoni tanish jarayoni uchun men bilaman degan fikrni aytadi. Ya'ni men e'tiqod qilish uchun bilaman degan g'oyasini, o'z konsepsiyasini ilgari suradi. Va uning zamondoshi va mana shu realizmni rivojlanishiga hissa qo'shgan yana bir olim bu Foma Avkinskiy hisoblanadi. Aynan Foma Avkinskiyni Arastu natur falsafasi bilan ilohiyotni bog'laydi. Foma Avkinskiy Arastu natur falsafasi va ilohiyotni bir-biriga bog'lab tushuntirib, asoslab berishga harakat qiladi. Aynan ilohiy summalar asari ham muallifi bu dunyoga mashhur bo'lgan, o'sha G'arbiy Yevropada mashhur bo'lgan ilohiy summalar asari muallifi va mana shu ilohiy summalar asarida 3000 ta maqola va 600 ta masalani asoslab tahlil qilib o'tadi. Birinchi qismida aynan ilohiy summalar asarining birinchi qismida Xudoning mavjudligi va borligi masalasi haqida bahs yuritiladi. Ikkinchi qismda esa Xudoga qarab harakat haqida hikoyalar ketadi va o'z nazariyalar orqali Tomizm ta'limotiga asoslanadi. Ya'ni Tomizm ta'limoti o'sha Yevropada mavjud bo'lgan Foma Avkinskiyning g'oyalari, nazariyasi asosida paydo bo'lgan ta'limot hisoblanadi. Rojer Bekon o'z hayotini tajribaga bag'ishlaydi. Ya'ni bilim tajribalar natijasida paydo bo'ladi degan fikrlarni aytadi. Ya'ni tajribalar yordamida deydi, tajribalar yordamida inson haqiqatni anglashi mumkin degan fikrlarni aytadi. Va o'z faoliyati davomida tajribaviy fanga asos soladi. Shuningdek, 17-asrda mana shu tajribaviy fanning rivojlanishini, ya'ni fan darajasiga ko'tarilib rivojlanishga hissa qo'shgan yana bir o'sha olim bu Francis Bacon. Uni fan darajasiga, ya'ni Roger Bacon faoliyatini davom ettiradi. Francis Bacon buni fan darajasiga, tajriba degan fanni rivojlanishiga hissa qo'shadi. Uyg'onish davri falsafasi. Xo'p, uyg'onish davri falsafasining yirik namoyandalaridan biri bu Nikolay Kopernik hisoblanadi. Aynan polyak olimi Kopernik o'zining fanda tub o'zgarish yasagan geliosentrik ta'limoti bilan ham mashhur. Aynan geliosentrik ta'limotining asosiy mohiyatida quyidagi bir fikrlarni aytib o'tyapti. Insonlar tomonidan kuzatiladigan quyosh va yulduzlarning harakatlari deyapti, aslida yerning o'z o'qi atrofida kundalik aylanishidan va quyosh atrofida yillik aylanishdan iborat deyapti. Endi buni ta'limotini tushuntirib beradigan bo'lsam, aytayapti, yer harakatsiz, quyosh harakatsiz. Yer o'z o'qi atrofida va quyosh atrofida aylanadi. Yer borliqning markazi emas. Ya'ni olamning markazi asosiy yer emas, quyosh deydi. Qolgan barcha sayyoralar deydi, quyosh atrofida aylanadi degan fikrlarni bildiradi. Aynan
Nikolay Kopernik o'z nazariyalari orqali astronomiya fanning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan olimlardan biri hisoblanadi. Aytadi, bizning planetamiz markazi Yer emas, balki Quyoshdir deydi. Ya'ni barcha narsalar Quyosh atrofida yig'iladi va aylanadi degan g'oyalarni o'z konsepsiyasi ilgari suradi. Yana o'sha davr namoyandalaridan biri Giordano Bruno. Aynan Giordano Bruno Nikolay Kopernikning geliosentrik nazariyasini chuqur tadqiq qiladi va davom ettiradi. U o'sha davrdagi Giordano Brunoning g'oyalari, geliosentrik g'oyalari o'sha davr hukmron tabaqalariga uning g'oyalari yoqmagandi va buni natijasida turli xil ta'qiblarga duch kelib, o'sha davrdagi hukmron tabaqa vakillari tarafidan Giordano Brunoni dahriylikda ayblaydilar va oxir-oqibat uni o'limga hukm qiladilar-da va 1660-yilda Rimda olovda, ya'ni o'sha katta Rimda katta bir gullar maydonida olovda yoqib o'ldiradilar. Va Giordano Brunoni ham hayoti fojiali yakun topadi. Lekin aslan uning falsafiy g'oyalari ham aynan Nikolay Kopernik g'oyalari bilan chambarchas va uni davomiy sifatida uni rivojlantirishga hissa qo'shgan edi. Keyingi olimimiz bu ingliz olimi hisoblanadi. Ingliz olimi Francis Bacon. Baconning bir ajoyib mashhur asari bor. Bu asar nomi Yangi Organon degan asari bor. Va aynan o'sha Yangi Organon kitobida o'z g'oyasini bir chiroyli bir fikrlar bilan tushuntirishga harakat qiladi. Ya'ni moddiy dunyo deyapti, mamlakatlar, dengizlar, planeta juda keng bo'lgan holatda insonlarning ma'naviy dunyosini eski chegaralar bilan o'rab qo'yilishi sharmandalikdan boshqa narsa emas degan fikrlarni aytadi. Aynan Francis Baconning bu g'oyasini men asoslab tushuntirib beradigan bo'lsam, dunyo shunchalik keng, mamlakatlar ko'p, olam cheksiz. Lekin mamlakatning hududida insonning huquqlarini, majburiyatlarini qanaqadir bir qonunlar bilan, ya'ni uning ma'naviy qobig'ini ma'lum bir qoidalar bilan cheklab qo'yilishi deyapti, bu sharmandalikdan boshqa narsa emas deyapti. O'z g'oyalarida Francis Bacon o'z g'oyalarida tenglikni, erkinlikni targ'ib qiladi va inson bu hayotda mana shu hayotda yaratilgan barcha imkoniyatlardan teng va to'la foydalanishi va bu foydalanish jarayonida erkin faoliyatini amalga oshirishi kerak degan g'oyalarni Francis Bacon o'z nazariyasida, ta'limotida keltirib o'tadi. Aynan uning ta'limoticha fanning yangi binosini qurish uchun to'g'ri fikrlashga o'rganish kerak deyapti. Ya'ni yangi fan qurish uchun oldin o'sha fanni quradigan insonlar to'g'ri fikrlay oladigan insonlar bo'lishi kerak. Qachonki o'sha fanni asoschisi to'g'ri fikrlay oladigan bo'lsa, ana o'shanda yangi fanni yaratilishiga, paydo bo'lishiga xizmat qila oladi degan fikrlarni aytib o'tadi. Yana bir ingliz olimi Thomas Hobbes. Hobbesning nazariyasi shundan iborat ediki, Hobbesning falsafiy g'oyasi moddiylikni asosiy substansiya deb hisoblaydi. Materiyaning abadiyligi, harakatning esa mexanistik tarzda amalga oshishining tarafdori bo'lgan olimlardan biri hisoblanadi. U matematik sifatida borliqning namoyon bo'lishini geometriya fani nuqtai nazaridan tushuntirib beradi. Va aynan o'sha davrda matematika, fizika va astronomiya fanlarining rivojlanishi uchun o'z nazariyalarini keltirib o'tadi. Yana bir ingliz faylasufi bu John Locke hisoblanadi. Aynan John Lockening qarashlari alohida o'rin tutadi va buning asosiy g'oyalaridan biri bu tajribani bilishning asosiy manbai deb biladi. Bilimlarimiz haqiqat bo'lishi uchun kerak bo'ladigan asosiy narsalardan biri bu tajribada tasdiqlanganlik. Va aynan John Locke o'z nuqtai nazarida aytib o'tadiki, har qanday bilimni avvalo haqiqiy bilim ekanligini isbotlash uchun avvalambor tajriba bo'lishi kerak. Qachonki tajribada, ichki va tashqi tajribada bilim tasdiqlansagina u haqiqiy bilim bo'ladi degan fikrni aytadi.
aynan 1960-yilda Lok tomonidan yozilgan inson aqli haqida tajriba o'sha asarda ham Dekartning tug'ma g'oyalar to'g'risidagi qarashlariga qarshi chiqadi. Aynan Rene Dekart o'z g'oyasida tug'ma g'oyalarni ilgari surgan bo'lsa va Jon Lok bunga qarshi chiqadi. Yo'q. Tug'ma g'oyalar emas. Ya'ni buni nazariyasida barcha narsa tajriba orqali amalga oshirilishini o'z fikrlarini keltirib o'tadi. Ya'ni o'sha qadimgi Yunonlarda mashhur bir maqol bor, takrorlash bilimning onasidir degan konsepsiyasi aynan Jon Lokning nazariyasiga to'g'ri keladi. Fransuz falsafasi aynan o'rta asrlarda Yevropa falsafasining rivojlanishida Fransiyada shakllangan milliy falsafiy g'oyalar qarashlarining ham o'rni beqiyosdir va bu borada Fransiyadagi g'oyalarning shakllanishida o'z xizmatini qo'shgan insonlardan biri bu Dekart, Voltaire, Lametri, Gelvisi, shuningdek Golbach va Russolarning xizmatlari ham benihoya hisoblanadi. Aynan Rene Dekartga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, aynan Rene Dekart falsafasida eng asosiy o'rinda turadigan narsa bu dualizm hisoblanadi. Aynan dualizmning rivojlanishiga xizmat qildi. Dekartning asosiy g'oyasi shundan iborat ediki, aytadi, materiya va ruh borliqning asosida yotadi va Xudoga bo'ysunadi. Ya'ni materiya bu moddiy hayot, ruh bu ma'naviy hayot. Aynan moddiy va ma'naviy hayot Xudoga bo'ysunishini aynan e'tibor qiladigan bo'lsak, boshqa olimlar qatori Rene Dekart ham o'z nazariyasida asoslab beryapti. Yana Rene Dekart olam Dekart fikricha cheksiz va abadiy. U inson tafakkuriga bog'liq bo'lmagan holda rivojlanadi va takomillashadi degan fikrlarni aytib o'tadi. Dekartning men fikr qilyapman, demak men mavjudman degan fikrlari faylasuflar orasida mashhurdir. Men fikrlayapman, demak men mavjudman. Nemis mumtoz falsafasi, aynan Nemis mumtoz falsafasining rivojlangan davri bu 18-asr oxiri va o'sha 20-asr boshlariga to'g'ri keladi. Va bu aynan Germaniya va G'arbiy Yevropa mamlakatlarida aynan o'sha davrlarda iqtisodiy va siyosiy jihatdan orqada qolishiga qaramay, lekin falsafiy jihatdan, ilmiy jihatdan yaxshi natijalarga erishib bordi. Nemis mumtoz falsafasi. Aynan Nemis mumtoz falsafasining namoyandasi bu Immanuel Kant hisoblanadi. Nemis klassik falsafasiga asos solgan olim, faylasuf, nafaqat faylasuf, aynan o'sha davrda tabiatshunoslik ilmi bilan ham shug'ullanib, tabiatshunos olim sifatida fanga katta hissa qo'shadi. Kant tomonidan yaratilgan gaz holatdagi ulkan tumanlardan Quyosh sistemasining kelib chiqish haqidagi nazariyasi hozirgi davrda ham astronomiya sohasidagi eng muhim qo'llanmalardan biri hisoblanadi. Ya'ni astronomiya ilmi rivojlanishi uchun ham Immanuel Kant o'z hissasini qo'shdi. Va shuningdek Kant o'z davri tabiatshunosligiga erishgan yutuqlarni faqat koinot tuzilishi masalalariga emas, shu bilan birga koinot genezisi va rivojlanishi masalalariga ham tatbiq qildi. Kantning inson irqlarining tabiiy kelib chiqishi haqidagi nazariyasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'sha davrda astronomiyasi va falsafasi tabiatshunoslik fanlarining rivojlanishdagi o'rni. Yana bir o'sha davr nemis falsafasining yirik namoyandalaridan biri bu Hegel hisoblanadi. Hegel dialektikaning qonunlari va kategoriyalari haqidagi ta'limotni rivojlantirishda o'rni va xizmati beqiyosdir. Aynan nemis dialektikasidagi qonunlar va kategoriyalarni rivojlantirdi. Falsafa tarixida birinchi marta tizimga solgan holatda dialektik logikaning asosiy qoidalarini ishlab chiqdi. Ya'ni logika bu mantiq, dialektika o'sha bahs munozara, ya'ni dialektik logika bu bahs munozaralar orqali amalga oshiriladigan mantiqning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan shaxs bu nemis olimi Hegel hisoblanadi.
Keyingi olimimiz bu nemis olimi Artur Schopenhauer hisoblanadi. Aynan uni nazariyasida olamdagi barcha mavjud narsalarni irodaning namoyon bo'lishi, irodani esa ongsiz ko'r-ko'rona intilish tarzida tushunadi. Ya'ni buni tushuntirib beradigan bo'lsam, olamdagi barcha narsa deyapti, iroda orqali namoyon bo'ladi va iroda bu ixtiyor bilan bog'liq hisoblanadi. Ya'ni olamdagi hech bir narsani biz shunchaki ko'r-ko'rona anglay olmaymiz. Biz uni bilish jarayonida bosqichma-bosqich o'rganamiz degan fikrlarni aytadi. Yana Artur Schopenhauer o'z g'oyalarida maxluqotlarning instinktlari, xatti-harakatlari bu irodaning namoyon bo'lishidir deyapti. Ya'ni aynan maxluqlarda yoki insonlarda yoki hayvonlarda instinkt bu nasldan naslga o'tishi haqidagi konsepsiyalarni ilgari suryapti. Aynan inson faoliyati ham aqldan begona bo'lmagan irodaning natijasidir. Ya'ni insondagi instinkt shakliga aylangan hamma narsa avvalo aqlda, ongda anglashilinadi. Ongda anglashilingandan keyin esa u hayotga, ya'ni tashqi olamga namoyon bo'ladi degan fikrlarni Artur Schopenhauer o'z nazariyasida keltirib asoslab beradi. 20-asr va hozirgi zamon falsafasi aynan o'sha davrda fanning jamiyat hayotidagi o'rnini belgilash, unga nisbatan munosabatga qarab zamonaviy falsafiy ta'limotlar asosan o'sha davrda ikkita yo'nalishda tatbiq qilingan. Va bu birinchi yo'nalishimiz scientism, ya'ni lotincha sciencia fan degan ma'noni anglatadi. Ya'ni fan mavjud barcha ijtimoiy muammolarni hal etishi mumkinligini ilm-fan taraqqiyotining doimiy ijobiyligini asoslovchi falsafiy dunyoqarash hisoblanadi. Ikkinchi oqimi, ikkinchi taraf yo'nalishi esa antisistizm, ya'ni fan taraqqiyoti jamiyat hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishini asoslab beruvchi oqim vakillari. Endi soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, aynan o'sha davrda 20-asr va hozirgi zamon falsafasidagi olimlar birinchisi sistizm da fanning inson hayoti, ya'ni fanning rivojlanishi inson hayoti va kelajakdagi o'rni muhim ekanligini ko'rsatib berayotgan bo'lsa, ikkinchi oqim yo'nalish tarafdorlari, antisistizm tarafdorlari esa ilm fanning rivojlanishi inson hayoti va kelajagi uchun zararli ekanligini ko'rsatib beradilar. Va o'sha davrda hozirgi zamon falsafasida turli bir oqimlar, yo'nalishlar paydo bo'ldi va bu yo'nalishlar pozitivizm, neotomizm, neokantchilik, neopozitizm, strukturalizm, germenevtika, pozitivizm kabi yangi hozirgi zamon falsafasining asosiy bir oqimlarining ham shakllanishiga olib keldi. Va aynan mana shu oqimlardan biri bu pragmatizm hisoblanadi. Aynan bu pragmatizmni tahlil qilib beradigan bo'lsak, aynan bu Amerika falsafasida, Amerikada keng tarqalgan falsafiy oqimlardan biri bo'lib hisoblanadi. Umuman pragmatizm degan so'zni asosiy mohiyat ham foyda degan ma'noni anglatadi va qanday qilib o'sha foydaga erishish yo'llari, usullari haqida mulohaza yurituvchi ta'limot bo'lib hisoblanadi va bunda foyda tushunchasi tajriba va haqiqat tushunchalari bilan birgalikda anglashiniladi. Hozir jamiyatni yoki jamiyatni bir tahlil qilib o'rganadigan bo'lsak, pragmatizm degan bir tushunchani biz keng qo'llaymiz, ishlatyapmiz. Aynan bu Amerikada paydo bo'lgan bu tushunchani mohiyatini bir tushuntiradigan bo'lsak, bu fidoyi, foydali, manfaatli degan ma'nolari bor. Ya'ni shaxsga nisbatan qo'llaydigan bo'lsak, pragmatik shaxs qanaqa shaxs degan savolni beradigan bo'lsak, fidoyilik bilan foyda va manfaat uchun xizmat qiladigan shaxs bu pragmatik shaxs hisoblanadi. Takrorlayman, pragmatik shaxs qanaqa shaxs degan savolga fidoyilik bilan foyda va manfaat uchun xizmat qiladigan shaxs pragmatik shaxs hisoblanadi. Xo'p, bugun sizlar bilan g'arb falsafasi, o'sha antik davr falsafasidan tortib to hozirgi davrgacha bo'lgan Yevropa, g'arbiy Yevropa mamlakatlaridagi falsafiy oqim
tarafdorlari va falsafiy g'oyalarni, o'sha davrdagi olimlarning falsafiy nazariyalari va qarashlarini o'rganib chiqdik. E'tiboringiz uchun tashakkur.